Assalomu alaykum. Andijon qora jo'jalarining ishqibozlari, akalar. Jo'jalarimiz 3 kun oldin qo'ygan jo'jalarimiz 3 kun oldin 7 kunlik edi. Hozir mana 10 kunlik bo'ldi. Qalay o'zgardi akalar? Mehnatimizga baho berib qo'yasizlar. Obuna bo'lib qo'yasizlar. Xohlasa bu jo'jalarimiz sotilib bo'ldi. Ertaga olib chiqib ketishadi. 10 kunlik variant qarang. 10 kunlikda 15 kunlik bitta berib turibdi hozir. 15 kunlik bitta berib turibdi, chunki zo'r baqirgan. Start yerida boqdim, Superdonda. Effekti zo'r bo'ldi. Jo'jalar o'ta go'zal. Makiyon xorozlarni ajratmaganmiz bu yerda. O'xshi xoroz makiyon 80% makiyon chiqadi. Donasi 700 dedi. Hammasini sotib oldik, baraka bo'ldi, xudo xolasa. Kimga shunaqa Andijon qora jo'jalari kerak bo'lsa, akalar, bemalol aloqaga chiqinglar, nomerlarimni pastda qoldiraman. Narxini aytib o'taman, akalar, shu turishiga 15 mingdan hammasini berib oldik. Obuna bo'lib qo'yasizlar, bundan ham zo'r videolarimizni chiqarib ko'rsatamiz. Ishqiboz akalar, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Keyin xo'roz makiyonni ajratib berasizmi deydigan bolalar chiqib qolsa, murojaat qilaverasizlar, ularga ham kelishamiz.